Ana vatanimiz Sharqiy Turkiston tarixdan buyon G'arb va Sharq madaniyatlarining kesishgan nuqtasiga joylashgan bo'lib, bu muqaddas zaminda ko'plagan madaniyatlar, diniy e'tiqodlar va xilma-xil tillar o'zaro uchrashgan ham bir-biriga ta'sir ko'rsatgan. Uzun tarixqa va ko'p qatlamga ega Uyg'ur madaniyati uzun zamonlardan buyon vatanimiz Sharqiy Turkistonning asosliq madaniyat eqimini hosil qilib kelgan. Aziz vatanimiz Sharqiy Turkistonning yer maydoni 1.800.000 kvadrat kilometr keladigan bo'lib, bu munbat zamin qadimiy Ipak yo'lining tuguniga joylashgan. Sharqiy Turkistonning tuproqlari Xitoy, Mongoliya, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston va Tibet qatorliq davlat va rayonlar bilan chegaralanadi. Bu bepoyon zamin ko'z yetkisiz cheksiz qumliqlar, ko'kka taqashgan egiz tog'lar, qanchilgan daryo taramlar, kimxobdek bo'stonliqlar bilan giralishib ketgan. Uyg'ur xalqi uzun tarixdan buyon bu muqaddas zaminning bag'rida qanchilgan davlatlarni qurib, o'ziga xos madaniyat andizisini shakllantirgan. Yigirmanchi asrda xalqimiz qon to'kib, dushmanga qarshi kurash qilib, 1933 va 1944 ikki qitim Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qurgan. Shundaqla millatimizning mustaqillik irodasini dunyoga jakarlagan edi.
tutgan yolumuz İslam dini. Bu oturgan adamlarımız hammaları İslam farzandları. Şunun için bu yerde İslam'ın esası etkin narsa. İslam etkin narsadan çıkan, etkin narsadan alıngan İslam yolu. Birincisi Kur'an. Kur'an Allah'ın sözü. İkincisi hadis-i şerif. Hadis-i şerif Cenab-ı Hak Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri. Halbuki bu aziz tuproq ve bu tuproqda yaşap kelgan Uyg'ur ve başka yerlik xalqlar 1949 yılı Rus ve Xitoy kommunistlarining siyosiy suiqasdlari bilan Qizil Xitoy hokimiyatining iskanjasiga tushib qoldi. Ammo xalqimiz hech qachon ör ve erkin yashash, vatanini Xitoy bosqinchilarining tömür tapinidan azad qilish irodasidan qaytqani yo'q, ham mangu qaytmaydi. Növbətdə biz 20-ci əsrdəki iki cumhuriyetimizni və müstəqillik tariximizning qimmatlik yaldamlarını xatırlamakdamiz.
Bugun xalqimiz tarixdagi eng qiyin mezgillarda turayotgan Xitoy kommunistlari butun kuchini ishga solib, aziz vatandoshlarimizni yo'q qilishga, Sharqiy Turkistonni usti ochiq turmaga aylantirishga urinayotgan bu favqulodda tarixiy davrda umidlik bo'lishimiz, tarixning hamon o'zgaradiganligiga ishonishimiz, xalqimizga kuch va jasorat bag'ishlashimiz hammadan muhimdir. Umid ishonchni, kelgusining ufuq nurini va milliy jasorat tuyg'ularini biz tariximizdan, bo'libmi ikki jumhuriyatimizning parlaq sahifalaridan olamiz albatta. Tarixni aslash kelgusiga nisbatan umid va ishonch paydo qilish uchundir. Tarix bizga ajdodlarimizning mang'an izlari, kechirmishlari va kollektiv ro'yi jug'lanmalarini ko'rsatib berdi. Shuning bilan bir vaqtda tarix bizga ochiq tajriba savoqlarini o'rgatadi. Millionlagan Uyg'urlar jazo lagerlarida azob chekayotgan, milletimiz qon yig'layotgan, sarxillarimiz tutqun qilinib, ovozi o'chirilgan bugungi bu mudhish kunlarda qayg'uni kuchga aylantirib tik turishimiz, inoq ittifoqligimizni kuchaytirishimiz, yosh avlodlarimizni kelgusi uchun tayyor qilishimiz, shundaqla mustaqillik irodamizdan asla voz kechmasligimiz bizning birdan-bir tanlashimizdir. İşinimizki ulug' vatanimiz Sharqiy Turkistonning o'g'il qizlari o'r dunyodagi barliq imkonlardan foydalanib, vatan davosini olg'a siljitishimiz, ay yulduzliq ko'k bayrog'imizni vatan osmonida javlon qildirish uchun oxirgi nafsimizgacha kurash qilishimiz shartdir. O'rlik badalsiz qo'lga kelmaydi. Vatanga, shu vatanning egilari sahib chiqmaguncha ozodlik bo'lmaydi. İnşallah Allah her bir Sharqiy Turkistonlikning qalbiga mustaqillik, o'rlik va vataniga bo'lgan cheksiz mas'uliyat engini ato qilg'ay.